Assalomu alaykum farg'onaliklar. Men Hindistonlik Rajman. Men hozir Farg'onada yashayapman. Raj, Farg'onada nimalar qilyapsiz endi? Men hozir Farg'onada meditsinada o'qiyapman. Tibet institutida o'qiyapman. 3-chi kurs o'qiyapman. O'zbekchani qayerda o'rgandingiz? Men o'zbekcha ko'chada odamlar bilan gaplashib, suhbat qilib o'rgandim. Farg'ona sizga yoqdimi? Menga juda ham yoqdi Farg'ona. Farg'onaliklar juda ham mehribon. Ular mehmonchilik qilishadi, hech kimga qiyinchilik qilishmaydi, hammaga yordam berishadi, bir-biri bilan yaxshi turishadi. Ya'ni hamma har doim bizga yordam berishadi. Juda ham xursandman. Rahmat sizlarga bizga qabul qilishing uchun. Farg'onada qiynalib qolmayapsizmi, Raj? Yo'q, Farg'onada men qiynalmayman. Hamma sifatda yordam berishyapti. Men o'zimni uyimda shatda yashayapman. Bu meni uyim. Hech kim menga qiynalmayapti. Biz hamma hindistonlik shatda zo'r yashayapmiz, baxtli yashayapmiz. Rahmat sizlarga. Raj Pakmuri, kelajakdagi orzularingiz qanaqa endi? Endi men kuchli doktor bo'lib, Farg'onada mashhur bo'lib ketaman. Undan keyin sizlar meni Raj Farg'oni deb bitta haykal qo'yasizlar, bitta center. Buyuk olim. O'zbek qizlariga uylanish niyat bormi? Albatta, o'zbek qizlariga uylanish niyat bor menda, chunki o'zbek qizlar juda ham chiroyli. Agar meni yerga tekka bo'lsa, meni kommentariyaga yozinglar. Meni sevadiganlar menga yozinglar, men tanlab beraman. Raj va bunga o'xshash ko'plab hindistonlik talabalar ayni damda Farg'onada bo'lib turibdi. Farg'onaning mehmondo'stligi va qalbi ochiqligini mana shu hindlar misolida ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Tez orada to'liq videoni YouTube kanalimizga ham joylaymiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.